Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, O'z Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Futbol TV va sport top chempionatlaridan birining namoyish huquqini qo'lga kiritdi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi Futbol TV va sport telekanallaridan yangiliklar davom etadi. Xabaringiz bor, telekanal Germaniya Bundesligasining 2025 va 26-yilgi mavsum uchun namoyish huquqini qo'lga kiritilgandi. PSJning Yevropa Chempionlar Ligasidagi g'alabali o'yinlari sabab Fransiya chempionatiga ham qiziqishlar ortdi. Shuni inobatga olib, Fransiya chempionati 2025 va 26-yilgi mavsumning namoyish huquqlari bo'yicha kelishuvga erishilgan. Ahamiyatlisi, Bundesliga va Fransiya chempionatining joriy mavsum yakuniy qismi Futbol TV va sport telekanallarida namoyish etiladi. Shu tariqa top 5 chempionatlardan ikkisining 2025 va 2026-yilgi mavsum namoyish huquqlari bo'yicha huquq qo'lga kiritildi. Tomoshabin futbol va sport investorlari namoyish huquqi bo'yicha muzokaralar davom etmoqda, deydi Sport telekanalining Telegramdagi kanalida.